parlamentida navbatda mushu daqiqalarda ilib berilayotgan Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Dolqun İsa Efendi'nin kitabını tarqitish murosimininki naq maydon tarqitishiga xush keldinglar. Men G'ayur Qurban. Navbatda İtaliya parlamentininki kengash a'zosi Uyg'urlarning yaqin do'sti senator Guido Terzi Efendi'ninki sahibxonligida Dünya Uyghur Qurultayı Reisi Dolqun İsa Efendi'nin o'zininki Sharq Turkistondagi va Sharq Turkistonning sirtida ilib borgan Uyg'ur xalqininki erkinligi, hurligi va ozodligi uchun ilib borayotgan kurashlarininki mujassamlangan o'zininki shaxsiy kechirmishlarini bayon qilgan Xitoydagi To'ziqi nomli kitobining italyancha nusxasini e'lon qilish naq maydonini ko'ryapsizlar. Per aver avuto da residente in Germania, da cittadino tedesco, poi successivamente la cittadinanza l'ha acquisita negli anni, ed avere il coraggio di condurre la sua battaglia sapendo tutti i rischi che questo comportava per le persone più care che aveva al mondo, suo padre e sua madre, di cui ha scoperto. Del padre non se ne conosce il destino, purtroppo, e della madre sì. Se ne conosce il destino, internata dopo mesi di non capacità di comunicare con lui, è deceduta. Non si sa in che o'z kechmishlarini mujassamlab yozib chiqqan Xitoydagi erkinlik to'ziqi nomli kitobi bugunga qadar bir qancha tillarga tarjima qilindi va bu kitobninki tarqitilish murosimi Amerika va Yevropa parlamentlarida ilib berildi. Bugun bu kitobninki italyancha tarjimasi İtaliya parlamentida muxbirlarning kutilish yig'ini bilan birlikda keng ko'rurmanlarga taqdim qilinmoqda. Per diventare terrorista e per dare all'autorità di questi paesi, in base a una interpretazione perversa, ma in base anche a una capacità di infiltrare questi organismi che dovrebbero essere preposti al controllo dell'ordine pubblico al vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le persone che vogliono vivere nel rispetto della legge e del diritto. Si usano questi strumenti dell'Interpol per catturare, bu kitobni tarqitish murosimi navbatdagi Italiya parlamenti kengash palatasi a'zosi tarafidan sohibxonlik qilingan bo'lib, bu qitimliq kitob tarqitish murosimiga Italiya parlamentining a'zolari va shundoqla Italiyadagi dangliq ve asaslık gol medyalarınki vekillerinden muhbirlar katnaşmakta ve yığın İtalyan tilida devam kılmakta. Bu yığınınki İngilizce tercümesini signaldık yetip gelmegen boğaçıqa biraz kütüp duruşuk doğru kevatıda. Provano passo passo l'estrema pericolosità di un grande paese, una potenza economica, oramai potenza militare, potenza di intelligence, potenza di sorveglianza con tutti i sistemi possibili e immaginabili, dai satelliti ai palloni finti di ricognizione e valutazione geologica, ma che in realtà tutti i sistemi di spionaggio
una grande potenza che ha deciso oramai da anni, ma sempre più con l'epoca Xi Jinping, di inserirsi e di dominare cosa? Non soltanto le alte tecnologie, non soltanto l'intelligenza artificiale, non soltanto lo spazio, come dichiarato apertamente nell'agenda Cina 2025 del presidente Xi Jinping, ma di dominare le istituzioni più importanti della comunità internazionale fatte per garantire la pace, la sicurezza, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro le diseguaglianze nella tutela delle minoranze, la convenzione per lottare contro il ripetersi del genocidio. E questo racconto di Dolkun spiega bene e dimostra, dà delle prove irrefutabili, che sono poi state portate chiaramente nel tribunale uiguro presieduto da Sir Geoffrey Nice, tribunale che ha emanato una sentenza, un tribunale certo informale, ma di grande valore di dottrina e di valore politico. Le autorità cinesi hanno preso il dominio in realtà di alcune agenzie delle Nazioni Unite che sono le più pericolose per il Partito Comunista Cinese. Perché? Perché sono agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di tutela dei diritti umani, di tutela delle minoranze, di libertà religiosa, di libertà di informazione. E qui ci sono delle prove impressionanti, grazie a degli eroici funzionari, magari di livello iniziale, che hanno avuto il coraggio di portare in giudizio, di portare di fronte alla giurisdizione ordinaria di paesi occidentali il reclutamento avvenuto di alcuni funzionari delle Nazioni Unite disposti a dare tutti i nomi sistematicamente dei dissidenti politici che venivano consultati İtalya Parlament a'zosi Terzi Efendi navbatda bu kitobninki mazmuni to'g'riliq va o'zininki olgan ta'siroti to'g'riliq jamoat bilan o'rtoqlashib o'tadi. Garchi bu İtalya tilida so'zlayotgan bo'lsin, lekin ingliz tilidagi ba'zi o'rtoqliklar bo'lganligi uchun men shuni his qildim. Afsuski bizning studiyamizga bu İtalya parlamentinin növbətdə bevosita taqib programmaning engisi yetib kelmaganligi uchun bu yerda programmani tushunish biroz qiyinchiliklar yuz beryotidi. Ko'pchilikningki bu qo'shimni qilamiz. Bizningki oqsabdagi qarindoshlarimiz bu masalani o'nglash uchun tirishyotidi. Ma riguarda il nostro paese nell'infiltrazione sistematica che noi subiamo anche in Italia da una presenza di prese di posizioni, di controllo di tutti quelli che sono i gangli vitali, non soltanto per quello che riguarda la politica estera, ma molti aspetti della nostra vita economica, scientifica, culturale e sociale. Grazie. E con queste brevi osservazioni che Xatolaşmasam navbatda Dunyo qurultiyi raisi Dolqun Aysa efendimni so'zga taklif qilgan bo'lish mumkin. Thank you very much, Senator Terzi. Grazie molte, Senatore Terzi. I'm so Dostlar, qarindoshlar, men Avam Palatasi a'zosi. Oggi sono veramente felice perché per me è un giorno va di Yashar qonun bilan 6 anni fa mi fu impedito di entrare in questo edificio. efendilarninki bugungi axborot e'lon qilish yig'inini Italiya Ma dopo 6 anni finalmente sono riuscito ad entrare. imkoniyati bilan ta'min etganligi uchun ko'pdan ko'p tashakkur etiraman. For the rule of law, Marco Panola for hosting today's event in the Italian Senate. Quindi grazie ancora Senatore Terzi e grazie al Comitato Globale per lo Stato di Diritto, Marco Pannella, per aver ospitato questo evento. I would like also thank Gianni Vernetti, former Undersecretary of Italia Tashqi ishlar Ringrazio anche Gianni Vernetti, ex sottosegretario agli esteri, Gianni Vernita
ve sabık Avam Palata azası Luigi Campagna efendim ve şundakla Demokratiya Diyalog kuruluşunun kurgucusu Vas Şunoy ve şundakla dünyanın kanun bilen başkuruş komitesi'nin baş katibi Marco Pannella efendimlerge köptün köp rahmetini bildirimen. E anche Matteo Angeli, mio amico, e per oggi anche traduttore. Men hazır İtalya tiliga tercüme kılıngan Xitoydagi erkinlik tozuqi namlıq kitabımni sizlarda qimmatlik o'qirmanlarga İtalya parlamentida turib taqdim qila olganligim uchun faxrliman va sharaf his qilaman. This book is based on my own personal experience and I hope it can be an effort to Mening bu kitabım şahsiy kargizashtimni asos qilib yozilgan bo'lib, o xalqimiz Uyg'ur xalqininki azab Xitoy Kommunistik Partiyasidanki zulmi, azab oqibatlarini yo'ritib berishni bu kitab orqali xalqimizningki Xitoy Kommunistik Partiyasininki zulmi ostidagi xalqimizning azab oqibatini yo'ritishni umid qilaman. Who translate from English to Italian language. Voglio anche ringraziare la signora Caterina che traduce dall'inglese from English to Italian. All'italiano. Men Sharq Turkistonninki Aqsu degan yurtida cho'ng bo'lgan. Dove nella mia città dove sono cresciuto, Aksu, nell'East Turkestan, ufficialmente la regione autonoma dello Xinjiang. I didn't think Men hiç hayatımdaki Uyghur xalqininki erkinligi ve kişilik hukukka kuruşu bilan bağlanıp qaldı deb o'ylamaydim. Così con la lotta per la libertà della popolazione uigura. Of course, the broken Men discrimination Şarkı Türkistan'daki hayatımda cümleden atalmış Şinjan Üniversitesi'de okuvçuluk yaşaş jaryanımda Xitay hakimiyetinki Uyghur xalqiga qandaq zorluq zumbuliqlarni qilganliklarini xalqimizni besib olgan shu zamonlarda va'dalarni berib besib olgan bo'lsa, keyingi vaqtlarda Xitoy hukumatiniki butun va'da nimalarni buzib xalqimizga naqadar azob oqibat solganliklariga men o'zim shohid bo'lgandim. Ben 1987-yılı atalmış Şinjan Üniversitesi'ndeki üniversitede ilim fen ve medeniyet uyuşmalarını kurup Şarkı Türkistan'da savatsızlıkın yok tüketiş ve Şarkı Türkistan'daki hukukçular arasında ilim marifeti ilgi sürüş programları nurgun hizmetlerine kaydı. L'analfabetizzazione e per promuovere la scienza tra gli studenti del Turkestan orientale. 1988 yılı ben Şarkı Türkistan'da okuvçular hareketi teşkillep Xitoy hükümetiniki Uyghur xalqini kemsitish siyosatini to'xtatishga chaqiriq qildim. Afsuski bu namoyishdan keyin men 4 oy nazarband qilindim va undan keyin o'qiyotgan o'qishim tugamas turiblam maktabdan quvlandi qilindim. Dopo 4 mesi di arresti domiciliari e un dialogo di 6 ore con alcuni membri del governo locale sulle nostre richieste sono stato poi Şundan itibaren men Şarkı Türkistan xalqining ozodligi, hurligi va inson haqlari uchun bütün hayatımı bağışladım. Xalqimni Xitoyninki zulmidan Xitoy Kompartiyasininki zulm siyosatlaridan qutqizish
ularga boshqa E allora insonlar mi sono o'xshashlam dedicato a promuovere la erishishga tegishli causa bo'lgan uigura, erkinlik va promuovendo e hurlikka erishish uchun difendendo men i qo'limdan diritti fondamentali e le kelgan libertà butun mujtamaga della sarf qildim. popolazione uigura contro il regime tirannico 1996 men cinese. Germaniyada I sought political siyosiy asylum panoh in tiledim. Germany in 1996. Nel 96 ho chiesto l'asilo politico in Germania. One of the key points in my Kitabımdaki book mühim was noktalarning how birisi my meniki educated shaxsiy become a sarguzashtimningki personal sarguzashtim Uno orqali dei punti chiave Sharq Turkiston xalqining azob nel mio oqibatlarini libro è yo'ritib come berish emas. la mia attività di difesa dei diritti Bu umani faqatlam sia divenuto meniki un costo. shaxsiyatim men o'zim shaxsiy sarguzashtimga azob oqibatlar Non solo per balki me, butun ma oilamning per tutta la mia kelgan balay famiglia, ofatlar orqali soprattutto in Sharq Est Turkistondagi Sharq Turkistondagi azob oqibatlarni yo'ritib berishni maqsad qilgan. Men 99-yildan È buyon stato nel 99 Xitoy che ho hukumati appreso menga che la Cina aveva Interpol emanato una xalqaro saq segnalazione tashkilotida da menga qizil Red Notice ranglik su di me. tutish taqib meni tuqqan o'zak davlatlardan tutib Xitoyga E la richiesta topshirib era berishni naturalmente per l'estradizione talab qilib in keldi va Cina uzr qilib per keldi. ragioni Men ragioni politiche. kishilik huquq poyachisi bo'lish sifatim bilan xizmat qilish jarayonida shu Interpolningki qizil ranglik tutish uqtirishining jiq Da allora il ta'siriga mio uchirdim. lavoro come rifugiato Men politico si è nurg'ulg'an fatto davlatlarda incredibilmente difficile. tutqun qilishga uchirdim. Hindistonda, Koreyada, Hindiston, Koreya, Tra Amerika le va difficoltà che ho dovuto Turkiyalarda affrontare ci sono stati gli arresti Turkiyalarda in qo'lga Corea del ilinish va Sud, yoki in India, chegaralarda negli tutib Stati turilish Uniti, qaror in o'xshash Turchia. qiyinchiliklar bo'ldi. Va albatta Italiyaning o'zidimi I was shu Italiyaning o'zidimi Come detto prima, sono stato però shu arrestato anche in qizil Italia. ranglik tutib turishninki ta'siriga uchrab tutildim menda. Bundan 5 yil burun Italiya Kengash palatasida mana shunga o'xshash bir qilmoq so'zlashga taklif qilingan edi. Dovevo intervenire in una Ayni conferenza vaqtda stampa qui al Senato men convocata dall'allora Italiyadan senatore qisqa bir Compagna. muddat tutib qilingan edim. Ular menga meni tutib meni soqchi idorasiga kirib o'zimni kimlik tekshirishimga buyurgan edi. E invece fui Gerçi fermato dalla polizia italiana per essere gerçi identificato e condotto alla pek stazione uzun di polizia più tutib vicina. turulmay I was released shortly. Anın kendi men meni soqchi idorasiga apadi Italiyada. Anın keynidan men u yerga tekshirish jarayonida meniki bu Italiyada tutilish qo'lga ilinish sababimniki Xitoy Benché sia stato doiralarininki rilasciato poco dopo, Interpolning comunque 4 ore qizil ranglik tutib turish le autorità mi turishi hanno bo'lganligini detto che ero stato bilgandim. fermato perché su di me vi era appunto una segnalazione Interpol e che quindi questa richiesta veniva dalle autorità cinesi. Gerçi İtalya dairələri məni tapşırıb verməyən bolsunmu, lakin bu misal Xitay hökumətinin demokratik dövlətlərdimi Xitay hökumətinin uzun qolunun bağlılığını ve Xitay hökuməti bunu şundaq misallar orqali bana ve şundaqla Uyghur xalqına özünün qolunun əhammiyyət etdiğini, demokrat dövlətlərə etdiğini İtaliya orqali göstərən E oldu. dove può arrivare anche nelle democrazie occidentali. Elbette menimki erkinlik ve kişilik hukuk palatası buluş süpütümden azap okubat fakat bütün ailemke azap okubatlar yetip geldi. Bundan yakın 5 yıl jaryanında ben her iki ata-anamni Xitoyninki 2017 yıldan başlap yol qo'ygan dehşetlik jazo lageri siyosatida yo'qotdim. Mening opam 2018 yili Xitoydagi jazo lagerlarining birida qazo qildi. Nel 2018 ho perso la Men madre in un campo 2022 yili Xitoy doiralari o'zi tarqatgan ta'til tashviqot videosida orqali men dadamning qazoq ketganligidan xabar topdim. 2020 dai media cinesi che avevo anche 2021 yili ikkinchi kunga yana bir shunday qabatlik bir uchurlar keldi. Meningki ikki qarindishim, bir akam va inim
10 necha yildan 17 yildan Poi ho ortiq avuto un'altra brutta notizia, qamoq ovvero i due jazosiga fratelli, hukm uno più qilinganlikdan grande e uno iborat più bu piccolo, qabohatli sono uchurlar stati yetib keldi. hanno avuto entrambi problemi. Il primo è morto e il secondo ha avuto, il primo ha avuto una sentenza di ergastolo e il secondo 18 Shuning anni di bilan bir vaqtda reclusione. men bu mening yoki mening bu I hikoyamningki want to highlight faqat that my manga bir story xos bir alohida hikoya emasligini Voglio sottolineare che egallandirmoqchiman. questa storia che mi Sharq riguarda non Turkistondagi riguarda barliq solo me. Uyg'urlar degidek menga o'xshash, almost mening every oilamga Uyghur in o'xshash diaspora Xitoy has hokimiyatiningki a azob lost family uqubatlariga duch member kelmoqda. in West Turkestan Oilasida or has jazo family lagerida or g'oyib friend bo'lgan, who has been qo'lga disappeared. ilingan har qanday Uyg'ur oilasidan jazo lagerida Quasi ogni membro della diaspora qo'lga ilingan uigura va ha yoki Xitoy perso un membro hukumatiningki della har famiglia, qanday un bir familiare taqiqlarga uchragan, che viveva badal in to'lagan East ahvollar Turkestan uchrab o turdi. ha familiari o amici che sono scomparsi o Bugun detenuti in biz un campo di 3 concentramento. milliondan ortiq Uyg'ur We va estimate Qozoqqa that this Uyg'ur va today Qozoq the 3 va million boshqa sharq Uyghur and turk the Kazakh Turkish-speaking xalqlarininki people are suffering. jazo lagerlarida eng Secondo le az nostre 3 stime, milliondan ad ortiq oggi ci Qozoq va sono circa 3 Uyg'urga milioni di o'xshash turk uiguri o xalqlarininki Sharq cittadini di Turkistonda origine Xitoyning jazo kazaka di lagerlariga etnia kazaka solinganligini che sono bilamiz. detenuti in questi campi Ular di concentramento. jazo lagerida har kunidagidek kalla yuvish, bosqinchilikka uchrash va inson qilipidan chiqqan muomalaga uchradi. Unhuman treatment to them. E subiscono torture di ogni genere, dallo stupro all'indottrinamento a altri maltrattamenti che sono chiaramente Andrei Yazanskiga o'xshash cho'ng Experts mutaxassislar like Xitoy Anwar hukumatininki yana Zans, jazolarga they Uyg'urlarni estimate jazolarga solishdan 1 to'xtab qolmasdan million balki Uyghur 1 children milliondan separate ortiq from family. Uyg'ur Secondo l'esperto farzandlariniki Andrea ota-onalardan majburiy Zenz, ayrilib ci Xitoy sono almeno 1 hukumatininki milione di minori che sono separati dalle assimilyatsiya famiglie e qilishiga detenuti in questi campi. uchrayotganligini dalilladi. This is a situation that cannot longer be ignored international community. È una situazione che non può essere Sharq ignorata dalla comunità Turkistondagi internazionale. qirg'inchilik bir qancha undan ortiq davlatlarda Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan siyosatini undan ortiq davlatlar allaqachon E come qirg'inchilikda risposta qildi per finirla, per va mettere fine bu a questo genocidio degli Uyg'urlarninki uiguri, i governi devono fare di più davlatdagi per vaziyatiga aiutare xalqaro jamiyat gli sal qarashga attivisti per i bo'lmaydi. diritti umani Uyg'ur uiguri nella qirg'inchiligini diaspora e proteggerli dalla Cina. Uyg'ur qirg'inchiligini oxirlashtirish butun hukumatlarniki jumladan Italiya va g'arb Proteggerli davlatlarining dalla muhim bir repressione siyosatniki bir qismi transnazionale della bo'lishi kerak. Cina. I Xitoy hope that my hukumatiniki story can Xitoy serve as hukumatiniki an example. Spero che questa mia Xitoy storia serva da buni esempio. Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishning muhim bir qismi Xitoy hukumatining davlat xalqqa bostirish siyosatini xotim berishdan iborat. Men o'zimningki shaxsiy kechmishlarim kirgizishtirim orqali men Xitoy hukumatiniki qirg'inchilikni, zulmni o'zininki chekildan hal qilgan dunyoning har qanday yerlarda, mashundoq Italiyadek erkin dunyodami, erkin Ad tuproqlardami oggi ci sono davom stati qilmoqda. 10 parlamenti Men nazionali che o'zimniki hanno adottato sharq risoluzioni che orqali riconoscono men sharq un o'zimniki shaxsiy genocidio kirgizishtirim uiguro in orqali corso. In 2022, Italiya European siyosatininki, Parliament Italiya also hukumatiniki recognized bu high masalada risk of the Xitoy genocide hukumatining in davlat terms of alqagan L'anno scorso anche il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che riconosce il rischio di genocidio e l'esistenza di gravi Yevropa crimini contro parlamenti va shundaqla Yevropadagi bir qancha davlatlar Uyg'ur qirg'inchiligini allaqachon Xitoyning Uyg'urlar qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Lekin Italiya parlamenti navbatda Uyg'ur qirg'inchiligiga to'g'ri qaror yo'q. Biz shu bugünkidek programmalarimiz, bugünkidek Uyg'ur xalqininki azob uqubatlarni texnik to'nib yetilishini, siyosatchilarninki diqqatini berishini va Xitoy parlamentining Quindi approfitto di questa occasione per chiedere al Senato e alla Camera italiana, tramite anche il senatore Terzi, di poter porre il tema magari anche attraverso una risoluzione sul rischio di genocidio in Xinjiang. Grazie. Thank you so much, Dolphin, and welcome to Rome again. Grazie mille, Dolphin, e benvenuto a Roma di nuovo. E grazie, Matteo, per una traduzione corretta e molto efficace. Invito il senatore Compagna per intervenire.
Ma mi rifaccio alla conclusione dell'intervento di Dolkun Misa. Ci sono molte inadempienze, compreso la mia. In quell'occasione il Presidente del Senato di allora mi invitò amichevolmente qualche giorno prima a rinunziare all'iniziativa. Io gli dissi no, non posso, l'ho promesso niente di meno che a Marco Pannella, e scusate se è poco. Dopodiché, al di là della trappola tesa agli uiguri, che si ripete spesso in altri luoghi, un po' per tutti i capitoli del libro di Dolkun Misa, c'è sempre questa maledetta trappola originaria dell'Interpol, di cui la Cina si serve in una dimensione internazionale. Assalamu alaikum. Hürmetli ekran aldidagi bizningki bugungi Nahmadan taqsh programmasiga diqqat berayotgan qarindoshlarimiz, navbatda Italiya parlamentida elib berilgan Xitoy to'ziqi nomli Dunyo Uyg'ur qurultiyi Rais Dolqun Isa apandimninki kitobini italyancha nusxasini e'lon qilish programmasini naq maydondan taqityapmiz. Afsuski bu programmaningki inglizcha, bu programma Italiya parlamentida ingliz tilida elib berilyotidi. Bu programmaningki inglizcha tarjima signali bizga yetib kelmaganligi uchun programmani Uyg'urcha davomlashtirish imkoniyatiga bo'lolmay qoldik. Buning uchun bu texnikalik sababliklar uchun ekran oldidagi qarindoshlarimizdan cho'nqur afv so'raymiz. Degandek bugun Italiya parlament a'zosiningki sohibxonligida Italiya parlamentida Dunyo Uyg'ur qurultiyi raisininki kitobini e'lon qilish murosimi elib berildi va elib berilyotidi. Agar xohlagan qarindoshlarimizninki bu naq maydon programmasini ko'rishni italyan tilida bildigan qarindoshlarimizninki ko'rishni umid qilamiz. Ko'pchilikninki programma qadam tashlab qolganligi uchun, ahamiyat berganligi uchun ko'p rahmat. Hammanglarga xushvaqt bo'linglar. Kelaqli programmamizni ko'rishaylik. Rahmat.